o'g'il bolalarning xanaklishi, xinimlishi, hatto jinsda sho'pkitichi, ham jins sunib o'shalarning bir bilan to'y qilishi jamiyatimizda ajoyib nachar ta'sir qo'zg'agan. Shunami? Qo'zg'abatidi. Bir qismlar o'shalarniki zo'pillarni ko'rishga amroq go'nju qilib yurak deganlarni bir bitidi. Endi bu yerdagi o'g'illarning bundaq hamjins bo'lib qilishi, qizlarning yo'ldan chiqib ketishidan betar ishga. Shunami? Qizlarning shunday bir axloqsiz panjirlarida qiz bo'lib qilishi bir ota-ona uchun nayt yuz tushirgan, obro' tushirgan bir sat ishdi. Shuning uchun burundan tatib qizbalni saqlamak, tarbiyalamak paxtaning ichida cho'g' saqlaganga o'xshash deydi. Shuning uchun qizbal bu yerga yetganda amalma to'y qoldiradigan ishlar bordi. Endi bugungi zamonimizda bu o'g'illarning xanak, yazlak, shunday jinsdosh bo'lib qilishi o qizvalning yo'ldan chiqishidimi necha 10 narsa ota-onaning yuzini tikadigan ishga-chu. Qizval undaq ezib kelsa, qizlarning ezib ketishi nurg'un sabablar bo'ladi ekan. Yaxshi tarbiyalanmabdi yoki haqlar ozdiribdi, chunki qizlarni ozdirdiganlar ko'p. Shunami bir qism axloqsiz, lükchak erlarning orasida. Endi o'g'illarning ezib ketishini bu ota-onaga bo'libmi bu bir o'g'il tug'dim deb tuqqan onaga, o'g'il topdim deb topgan dodiga ajoyib bir haqorat, ajoyib bir nomusli qishga buju yuzni yujay deb yo'g'olmaydigan. Bu yerga o'g'il farzand tarbiyalashga bir mezgil biz sal qarab qolgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun o'g'il farzand tarbiyalashning nihoyat muhimligini, buni ilmiy nuqtaga ko'tarib, rasmiy usulda astoydil qarab tarbiyalashning muhimligini hammamiz his qilyapmiz. Shunami? Shuning uchun bu yerga yangi yunanxar o'g'il farzand tarbiyalash nomli bu kitobning Uyg'urcha yechmisini qadi kitap darsxonasiga olib keldim. Ya'ni bir o'g'il bolani tug'ilgandan boshlab 0 yoshdan boshlab 5 yoshgacha keyinchi yetilgan vaqtida har bir bosqichlarni bilib turib, qanday tarbiyalaymiz, qanday psixik tarbiya olib boramiz, qanday tan harakatlar bilan shug'ullantiramiz, bu to'g'risida onaning majburiyati qanday, dodining majburiyati qanday, bu to'g'risida ota-onalar nimalarga diqqat qilish kerak, nimalarni chuqur bildirish kerak, qatorliq shu muhim mazmunlarni, muhim ideyalarni men yig'inchoqlab, o'zlashtirib, kitob yashmis qilib, mana shu darsxonaga olib keldim. Shuning uchun shu o'g'il farzand bola mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, yoki o'g'il farzandlik bo'lmoqchi bo'lgan ota-onalar chuqur bu kitobning yoki asl nusxasini setib olib o'qisanglarmi bo'ladi, yoki shu kitobning men so'zlab bergan yashmisini bir qayta ish qatimlab anglab beqishinglarni umid qilmam. Pingincha qadi kitap bir deb yozsanglar, mana shu darsxonamiz chiqdi. Salonni go'nju qilib o'tirib qarsanglar, ko'tan deb shuni bossanglar, bu qatimliq darsxonni butunlay Uyg'urcha, nihoyat muhim qilib, shunday qildim bir oyda yaqin shun javob tatib so'pini yo'llayolmaganligimning sababi mushada. Mushunga kirsanglar, mayli o'g'il farzand tarbiyalash, qiz farzand tarbiyalash degan mush ikkil kitobning yashmisini maxsus esib qo'ydim. Mushuni chuqum ota-onalarning setib bir qayta anglab beqishinglarni umid qilaman. Bo'lsa darsxonaga biraqla jiddilik yoki paslik a'zo bo'lsanglar, bundan keyingi yangi darslar, masalan, Guyguzi deymiz, 36 tadbir, Sunzining arabiy dars 4 klass kasar, nurg'un yaxshi mazmunlarning, nurg'un kitob yashimlarini davomli turda yangilab yo'llab turman. Har oyda, hatto haftada yangi darslarni davomli yo'llaydigan planim bor. Uning ustiga hozir e'tibor bog'liq bir arzon qilib qo'ydim, shunda qo'llagan do'stlarni vaqtida setib olsin deb. Shuning uchun bu yuzib ketganda olamiz demak, vaqtida darsxona setib olsangizni umid qilmay. Rahmat.